Bolalar so'raydi, o'rgating, o'rgating deb o'rgatishni bugun yo'lga qo'yamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa bir ish boshladik endi. Ko'pdan beri bolalar so'raydi, o'rgating, o'rgating deb o'rgatishni bugun yo'lga qo'yamiz. Men shu yerda bir baza topdim, do'stim bazasi. Короче, zo'r baza, o'rgatsa bo'ladi. Konkret o'rgatsa bo'ladi. Buni hozir bu video rolikimiz qisqacha bo'ladi. Bu video rolikda men sizlarga bazani ko'rsataman, texnikani ko'rsataman. Kim o'rganmoqchi bo'lsa, shu yerdagi WhatsApp nomerimga aloqaga chiqaveradi. Tayyor bo'lsangiz do'stlar, boshladik. Короче, do'stlar, baza yana normalniy katta baza. Hozir ekskavator o'rgatishga qo'yib qo'yamiz. Если что, frontani pogruzichka o'rganaman deganlar telefon qilaverasiz unga. Frontani pogruzichka ham o'rgatsa bo'ladi. Frontani pogruzichka o'rganaman deganlar bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa o'rgatamiz. Ekskavator turibdi, mana ekskavator o'rganaman deganlar. JCB ish yo'q payti JCB ham o'rgataveramiz, gap yo'q. Do'stlar, bu videomiz qisqacha bo'ladi. Xudo xolasa podrobniy o'rgatish yo'llarini ham ko'rsataman sizlarga. Hamma uchadi endi dada. Rostana? Do'stlar, adresini shu yerga opisaniyada qo'yaman. Keyin mana ko'ryapsizlar polyani. Shu yerda o'rgatamiz xudo xolasa. Bemalol bu yerda hech kim gapirmaydi sizlarga. Xohlagancha ekskavator haydaysizlar, xohlagancha. Короче, bir gap bilan aytganda professional bo'lib ketasizlar ekskavator ish bo'lib. Ekskavator o'zimizki, mana ko'rsataman. Birov gapirmaydi sizlarga, salakasini solamiz, gaz to'sa. Shu, vперед. Qisqacha video bo'ldi do'stlar. Xudo xolasa podrobniy ko'rsatamiz do'stlar. Hammaga hozircha xayr. Sog' bo'linglar.